Instagramni portlatayotgan mavzu. Qanaqa qilib semirdingiz? Bugun shu haqida aytib beraman. Meni kiloyim 64 kilo edi. Qizlar, hozirgi kunda 80 kilo bo'lib qoldim. Qanaqa qilib? O'zi aslida inson yeyishdan, ya'ni ovqatdan semirar ekan. Chiroyli semirish uchun ovqat yeyish kerak. Ovqat yeyish uchun apetitni ochish kerak. Aynan apetitingizni beshimni ochib beradigan narsa qo'limdagi jenshen. Qizlar, boshqa kanalda videoni screenshot qilib olib yoki rasmimni olib boshqa jenshenlarni sizlarga sotishim mumkin. Lekin men ularga javob bermayman. Faqat men shu qo'limdagi jenshenga javob bera olaman, chunki buni ichganim uchun aynan shundan semirdim. Buni ming xili bor. Poddelkalar bor. O'shaning uchun aldanib qolmanglar. Qizlar, bu hech qanaqa bir gormon yoki dori emas. Ishoninglar, men gormonlar ham olib ko'rganman, chunki semirish orzuyim bo'lganda, har xil gormon ukollar ta'sir qilmagan. Demoqchi bo'lganim, bu gormon emas. Bu yerda 12 xil o't bor. Yaponiyadan olingan, Malayziyadan olingan